Bismillahirrahmanirrahim. Sura Haqqa. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Al-Haqqah. Bo'lishi aniq qiyomat. Mal-Haqqah. Qiyomat nimadir? Wa ma adraka mal-Haqqah. Qiyomatning nima ishkanligini qandoq bilalaysan? Kazzabat Samud wa 'Adun bil-Qari'ah. Samud va Od qabilalari qiyomatni inkor qildi. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Samud bo'lsa, odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Od bo'lsa, haddidan ziyoda qattiq va so'g'uq bo'ron bilan halok qilindi. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Allah ularga bo'ronni 7 kecha, 8 kunduz üzüldürmey apriydi qildi. Od qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xormi daraxining po'r ko'taklaridek yotqanligini ko'rasan. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Ulardan birer odamning qolganligini ko'ralamsan. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Fir'avn ham uningdan ilgirkilar va shaharlari dum ko'mtirib etilganlar, ya'ni Lut qavmi xato ishlarni qildi. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. Ular Parvardigorining payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazoladi. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Shubhisizki, Nuhning zamonida cho'ng suv yamrab ketgan chog'da sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemiga soldik. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Sizlarga uni ibrat qilish uchun, tutib oladigan quloqlarning uni tutib elishi uchun biz shundoq qildik. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Birinchi qitimliq sur chelingan chog'da وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. zemin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib, uvilib ketgan chog'da فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz beradi. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Osmon yeriladi. Bu kunda osmon qalaymiqallashib, ojizlashib ketadi. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. Farishtalar osmonning atrofida turadi. Bu kunda Parvardigoringning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turadi. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qololmaysizlar.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه Nomi amali o'ng qo'liga berilgan odam xushalliqdan bu mening nomi amalimni elib o'qib beqinglar. إني ظننت أني ملاق حسابيه Men hisobotimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim deydi. فهو في عيشة راضية U ko'ngillik turmushda bo'ladi. في جنة عالية Esil jannatda bo'ladi. قطوفها دانية Uning mevalari o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi, qo'lini so'zibli olalaydigan darajada yaqin bo'ladi. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chog'larda yaxshi amallarni qilganliklari uchun xushal-xo'ram yanglar, ishchinglar deyiladi. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Nomi amali sol qo'liga berilgan odam aytadi-ki, menga nomi amalim berilmagan bo'lsa-chu, ولم أدر ما حسابيه hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. يا ليتها كانت القاضية Dunyoda o'limim hayotimni oxiratda qayta tirilmas qilib oxirlashtirsiz-chu. ما أغنى عني ماليه Mening mol mulkim menga hech narsaga asqatmadi. هلك عني سلطانيه Mening huquqim qo'limdan ketdi. خذوه فغلوه Allah do'zaxga muakkal farishtalarga aytadi. Uni tutinglar. Uningga taqoq selinglar. ثم الجحيم صلوه Ondan uni do'zaxga tashlanglar. ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه Ondan uni uzunluqqa 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم Uning bundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. ولا يحض على طعام المسكين Miskinga tomoq berishni targ'ib qilmaydi. فليس له اليوم هاهنا حميم Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib yetadigan do'st yo'qdir. ولا طعام إلا من غسلين Uningga yeringdan boshqa tomoq yo'qdir. لا يأكله إلا الخاطئون Uni faqat ozg'on odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. فلا أقسم بما تبصرون Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. وما لا تبصرون Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanmi qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. إنه لقول رسول كريم Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkizgan so'zidir. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyat oz ishinisizlar. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون U kohinning so'zimi emas. Sizlar oz vaz nasihat olisizlar.
تنزيل من رب العالمين U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. ولو تقول علينا بعض الأقاويل Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, لأخذنا منه باليمين albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. ثم لقطعنا منه الوتين Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. فما منكم من أحد عنه حاجزين Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qololmaydi. وإنه لتذكرة للمتقين Shak shubhisizki bu Qur'on taqvodorlar uchun vaz nasihatdir. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين Biz shak shubhisiz bilimizki sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turuqliq, uni inkor qilguvchilar bor. وإنه لحسرة على الكافرين Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qilguvchilarning savobini va inkor qilguvchilarning azobini ko'rgan chog'da albatta hasratda bo'ladi. وإنه لحق اليقين Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. فسبح باسم ربك العظيم Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin.